Ba'zi kiyimlarni kiyganingizdan keyin o'zingizga bo'lgan ishonchingiz yanada oshadi. Shuning uchun ham bolshemirka kiyadigan opajonlarimiz uchun menda sizlar uchun bitta zo'r yangiligim bor. 68 gacha bo'lgan razmerdagi shunaqangi juda ham chiroyli va udobniy bo'lgan ko'yniklarimizdan kelgan A-fasonda qiziljonli stoyka воротник bo'ladi. Rosa ham chiroyli va trendli bo'lgan ko'yniklarimizdan 4 xil rasvetkada olib kelib qo'yganmiz. Yeng qismlari shunaqangi rezinkali qiladi. Qo'linglarni umuman qisib tashamaydi. Juda ham chiroyli qilib, toshli qilib bezatilgan qiziljonli ikkita chetida cho'mtaklari bor. Udobniy qilib, maza qilib kiyib yursanglar bo'ladi. Hamma yoki tug'ilgan kunlarga, to'y hashamlarga ham olsanglar bo'ladi qiziljonli. Bu yerda men sizlarga rasvetkalarni ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin shunaqangi bordoviy rasvetkasi bor. Oldi qismlarida shunaqangi Swarovski toshlar bilan bezatilgan tugmachalari bo'ladi. Rosa ham chiroyli va shunaqangi choko rangi bor qiziljonli. Bu ham trend va 2026-yilda jigarrang rang rosa ham trend bo'lib ketdi. Izumrudniy rang. O'zingiz shunisidan olib kiysangiz yanada och beradi, chiroyingizga chiroy qo'shib beradi bu rang. Va o'zim kiyib olgan shunaqangi bazaviy qora rasvetkalardan bor. Har kunlikka shunisidan olishingizni tavsiya qilaman. Qiziljonli shu yerda ko'rib turgan hamma ko'ylaklarni bemalol 50 dan 68-razmergacha xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Narxlarga keladigan bo'lsak, 450 ming so'mdan xarid qilib olsanglar bo'ladi. Hammalarni Xadicha brend do'konimizda kutib qolamiz. Agarda kela olmasanglar, butun O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beramiz.